Balpiranik, odatdagi balpiranik. Bunga ketgan kerak materiallardan bo'lsa, 180 gram sarmay, sumaydan 60 gram, sodadan 10 gram, tuxum, 4 tal, shakar 200 gram, un shakar ishlatibsizlar. Hasaldan 200 gram, undan 750 gram. Javurdan bilan tayyorlab, sarmayimizni silib, kaynidan unni silib, uvoq holatda hammani solamiz, uvaymiz. Qumdek holatga keltiramiz. Mana burungi videolarimni ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar. Sarmay bilan ikkisini aralashtirib uvoq holatga keltirganimni. Mana shu holatda uvoq qo'yamiz. Quruq javurimizga hamda bu ham tayyorlab olgan materiallarni hammani to'kamiz. Mayimizni, shakarni, sodani, hasalni, to'rtal tuxumni hammani aralashtiramiz. Qo'limiz bilan aralashtiramiz. Tamlash chiqib bilan qo'limiz bilan aralashtirsak. Mana işte aralashtirib olgandan keyin buni unimizga to'kamiz. Unimizga hammani to'kib, xamir yig'iramiz. Hammasini tekis aralashtirib xamir yig'iramiz. Mana xamir yig'iramiz. Mana chaplashib tursin, hech qisi yo'q. Buni aralashtirmaymiz, undan belak. Va xamir oldiga kelgandan keyin va qo'limizga xamirlarning hammani tushirib yetib kelib, qo'limiz bir yuvib yetib, bunday mushlab turib shuqasak xamir oldiga keldi. Mana qo'limiz yuvib bo'lgandan keyin mana musholat qilib, mana xamir oldiga kelib bo'ldi mana. Ko'rganlarimiz, lekin mana aysanimda elindi. Musholat bo'ldi, unja olmaymiz. Mana xamirimizni musholat qilib, bir 5-10 minut tindiramiz, bir xil o'zlashdi xamirimizni. Xamirimizdan mushinchilik uzib chiqarib, buni hamda biz ishboq balpiranik shakliga kirgizib, odatdagi xamirimizga o'xshash o'ttirni bo'sh besib qo'yib, o'shaga tuxumning seriqini surtib, duxovkamizda pishiramiz. Mana musholat tizib olgandan keyin bosh barmoqimiz bilan o'ttirni besib qo'yamiz, hammasini. Mana ustiga tuxum seriq surib oldik. Endi oldin qizitilgan duxovkamizga solamiz. 180 gradusda tang'ishib 15 minut qoqlab pishirsak bo'ldi. Mana balpiranikimiz tayyor bo'ldi, xonimlar. Mana xonimlar, balpiranikimiz tayyor bo'ldi. Yoqtirib ko'rganlarga rahmat.